Inson Allohning taqdiriga rozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lsa ham o'sha kun, norozi bo'lib gunohkor bo'ladi. Nimani o'zgartirib qo'yadi norozi bo'lganingiz? Rozi bo'ldingiz. Shu narsa turibdi. Ajr olmaysizmi bunga? Mana bir rivoyatda keladi, bir musulmon bilan kofir baliq ovlagani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashlabdi. Tortgan ekan, to'ldirib baliq chiqdi. Musulmon tashlabdi, Robbisini atini aytdi. Tortsa hech bola chiqmabdi. Kechgacha turibdi. Shomga borganda bir dona baliq tushibdi. Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan, tushib ketib qoldi suvga. Mo'min quruq qaytibdi. Kofir to'liq qaytibdi. Shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta Parvardigorning oldiga chiqibdi. Parvardigor mo'min banding, ertaga seni eslasa, seni halolingni halol, haromingni harom desa, shunaqa qilib qiynaysan. Bu kofir banding, sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shuga to'ldirib qo'yasan, shuga bo'lib yuraveradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda tayyorlab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, "Ey" dedi, "Bunga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat" dedi. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannam unga tayyorlab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyo bo'lgan hech narsa emas dedi. Kim bu yerga 50 ga kirdi, kim 30 ga kirdi, kim 20 ga kirdi. Qancha yaxshi kun, qancha yomon kun o'tdi. Bo'lmaganda o'tiribdimi? Hadislarda keladi, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandani eng dunyoda hamma mashaqqatida yashagan, yoqasi oqarmagan, bir yorug' kun ko'rmagan bir odamni jannatga bir marta solib chiqarilar ekan. Shunda 14 kunlik Badr kechasidagi oydek chiroyli bo'lib chiqadi deydi. Bir solib chiqarganda banda der ekan, hayotingda bir mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q Parvardigor. Yaralgandan beri shu ne'matdaman der ekan. Chunki jannatdagi ne'matning ulug'ligi hamma musibatni esdan chiqargizib yuboryapti. Dunyoda qo'lini sovuq suzdirmagan, faqat maishatda kayfda yashagan bir odamni olib kelib turib, do'zaxga bir solib chiqariladi deyiladi hadisda. Qora ko'mirdaqa kuyib chiqadi deydi. Dunyoda bir yaxshi kun ko'rganmisan desa, Parvardigor yaralgandan beri mashaqqatdaman deydi. Jannatga kirib olgandan keyin dunyodagi mashaqqat esdan chiqib ketadi.